C'est l'histoire d'un petit pêcheur qui pêchait que le matin, parce que pour lui le bonheur c'était d'être avec les siens, profiter de sa famille, lézarder sur le sable, regarder grandir ses filles les après-midi au calme. Un jour qui se reposait à côté de sa barque, une question lui fut posée par un homme d'affaires en cravate. À quoi te sert de dormir sur le port alors qu'au fond de la mer tant de poissons nagent encore? Pour construire un empire, taffe sans compter tes heures. Avec l'argent que t'en tires, t'achèteras un moteur. T'iras pêcher au large, tu feras plus de marge. Bientôt t'auras 10 bateaux, des bâtiments en béton. Crustacés, cétacés finiront tous entassés dans les filets carnés. Hurmatli xaridorlarimizni klassika hech qachon modadan qolmaydi. Bilasizlar, sizlar uchun juda ham chiroyli, однотонный, скромный ikki xil variantda. Klassический двоечка kostyum shimlarimizni obzor qilib beraman. O'zim ustimda kiyib olgan kletka variantidan va однотонный variantidan bor. Qizlar seriya va qora rangidan bor. Ko'rishinglar mumkin. Рабочий cho'ntaklari, tugmalari bor, yoqalari juda ham chiroyli. Shimlarida esa cho'ntaklari bor. Seriya qora rangidan va o'zim ustimda kiyib olgan seriya rangidan ham bor. Qizlar bemalol xarid qilib olishinglar mumkin. Hamma razmerlardan topsanglar bo'ladi. Murojaat qilsanglar, dastavka ham qilib beramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab tez-tez zakaz qilib olmasanglar, bir pasda tugab qoladi. Yor-yorlar yangar bizga duolar qilar birga. To'g'ri senlar bo'lsam, ham o'g'il, ham qiz ko'rsam. Bizga shunaqangi korotka fasonda bo'lgan zamush paltolarimizdan keldi. Rosetkalarini ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli ranglarda olib qo'yganmiz sizlar uchun. Orqalarini ham bemalol yopib turadi. Qaranglar qanaqangi chiroyli. Ichlarini, mehlarni ko'rsanglar bo'ladi yaqindan. Qalin, sifati juda ham zo'r. Oldilari shunaqangi barashkali qilib ishlangan. Yenglari rezinkali, ikkovlarini shunaqa siqib olsanglar bo'ladi. Magazinlarimizga kelib xarid qilishingiz mumkin. Hurmatli klientlarimiz, sizlar uchun shunaqangi asal shubalarimizni olib kelganmiz. Orqalarini ham bemalol yopib turadi. Rosetkalarni ko'rishingiz mumkin. 7 xil rosetkasidan bor. Razmerlari M, L, XL 44 dan 52 gacha bemalol to'g'ri keladi. Qaranglar qanaqangi asal bo'lib turadi. Mexlari ham qalin, yaqindan ko'rishingiz mumkin. Ichidagi asallari qavilgan bo'ladi. Katsasi juda ham zo'r. Bemalol magazinlarimizga kelib xarid qilishingiz mumkin. La 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 la
voy dard cho'milib sana turgan mast ayladi sarmast ayladi mening yuraginimga ishqni joyladi voy mast ayladi sarmast ayladi. Qizlar yana bitta dvoykamizni olib kelganmiz. Qizlar bir naturalga. Oldilari ham qo'l mehnati qizlar buni. Englar uzungina ishlangan, lozimlari ham kengina ishlangan. Ranglarini ko'ringlar qizlarni. Ranglari ham zo'r ranglardan chiqqan. Bu buksani yopadigan variantda hijobli qizlarimiz ham bemalol kiysa bo'ladi buni. Sarpaga ham zo'r variant. Mazza qilib kiyasizlar, yangi yilga ham opa-singillaring bilan, onangiz bilan yoki kelinlaring bilan bir xil qilib kiysalaring ham yangi yilga ham zo'r variant qizlar. Bu model kiygan rasmini postga qo'yib qo'yaman. C'est l'histoire d'un petit pêcheur qui pêchait que le matin parce que pour lui le bonheur c'était d'être avec les siens, profiter de sa famille, les arder sur le sable, regarder grandir ses filles les après-midi au calme. Un jour qui se reposait à côté de sa barque, une question lui fut posée par un homme d'affaires en cravate. À quoi te sert de dormir sur le port alors qu'au fond de la mer tant de poissons nagent encore? Pour construire un empire, taffe sans compter tes heures. Avec l'argent que t'en tires, t'achèteras un moteur. T'iras pêcher. Penaleta sapadinha, arregaça esse popô. Vai, saca, 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 saca. Ela cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Vai, vai, saca, 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 saca. Ela tá cheia de tesão e eu arregaço. Qiz bolalarimizga mana bunaqa naryadniy dvoykalarimizdan kelgan. Bularning ham modellari juda chiroyli. Hammasi novinka model. Bu yubochkali. Bronze rasvetkasi. Bu sal boshqacha model. Ikki xil rasvetkada kelgan bular. Mana bu modelimiz ichi sarafanchik, usti kostyumchik buni. İçlari polni astarli. Hiçbir ses olmaz, gözlerin yaman. Dağlarda duman güzel, kuşların kaman güzel.